Assalomu alaykum hamma, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? O'rtoqlar, men Sputnikda joylashgan Biomet Eko klinikasiga kelganman. Nima qilay deyishlaringiz mumkin. Ko'pchilik shunaqa ham deyapti. O'rtoqlar, mana manzilni birinchi aytay, mana qarshi beshikning yo'li. Sputnik Svetovor, shuni Biometni bilmagan odam yo'q. Hozir men kelib tanishdim mana bu yigit Habib Aslan. Ko'pchilik oilalar menga hozir shu klinikani erishgan yutuqlari bilan tanishtirib, bir ikkita odzivlarini ko'rib chiqdim. Juda qulay. Ko'pchilik joyda mana eshitib bilib yurimiz farzand bilan bog'liq, farzand ko'rish bilan bog'liq ko'p muammolar bo'lib kelgan. Mana shu klinikaga kelib ko'pchilik, hattoki Qashqadaryodan tashqari Surxondaryo, Samarqand, Buxorolardan kelib, Navoiydan kelib ham shu farzandli bo'lib ketishayotgan. Nomerlarni qoldiraman. Farzand bilan hech kimni sinamasa, ilohim hammani xonadonga farzandlarni, bolalarni kulgisi eshittirib tursin. Sog' bo'linglar.